Voy qizlar, hidi просто bomba deb buni. Menga rosa yoqdi. Endi yoz bo'yi faqat mana shuni har xil ranglardan zakaz qilib ishlatsam kerak. Rosa zo'r ishlatib ko'ringlar. Videoyim ko'proq qizlarga tegishli. Xullas 2-3 kundan beri mana syomkada uchratayotganlar, syomочный gruppa, mana hayotda ko'rayotganlar ko'pchiligi qanaqa atir sepgansiz deb so'rashibdi. Bilasizlar, menda nimaki yaxshisi bo'lsa, обязательно sizlarga ulashaman. Men ko'proq spreylardan foydalanishga harakat qilaman. Mana shu spreyni skrinshot qilib olinglar qizlar. Hidi просто бомбический ekan. Men sizlarga живой отзыв qoldiryapman. Men o'zi bu sprey hidini bunaqa zo'r deb o'ylamagandim, chunki narxi juda ham budjetniy narx ekan. Agar kimga ham budjetniy bo'lsin, ham qaranglar milligramini qanaqa uzun katta-da, ham shunaqa ko'p bo'lsin, ham o'tgan ketgan odam mendan nima sepib olgansiz, muncha приятный hid kelyapti deb so'rasin deydigan qizlar uchun mana shu